Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar LX600 Overtrail keldi. Buni ham mana песочный свет degani, ya'ni uchastka песочный свет. Ingliz tilida desert nima edi? Beige-mi? Desert beige. Xullas ajoyib ranglarda kelyapti. O'zimiz ham sal rangidan naqib qolamiz. Hop, bunda o'zgargan narsalar arkalan cheti glavnisiy bo'lgan. Endi katta o'zgarishlar. Ozgina ходовойlarda darabotkasi bor, diskalar o'zgargan. LX600 ukalarimiz so'rashyapti 2025-yil model. Buni abraziv sifatida foydalandi. Full komplektatsiya, Mark Levinson, Lee radar hamma narsalargacha bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, 125 larni ham narxi bilan beraveramiz. Mana shu videoni tagida video qilib olib qo'yaman. Lekin kulli narx beraverman, chunki o'sha bilan birinchi kelganda narxi baland bo'ladi. Keyin o'sha sekin orqaga qarab ketaveradi narxlarni bilasizlar-ku. Yana qaraymiz inshaalloh mana. Hamma narsasi bor. Yana aloqaga chiqarasizlar. Boshqacharoq qilinglarni qilib mana. Mana kilometr monitor o'zgargan. Hamma eshikda davodchilari bor. 7 o'rindiqli Mark Levinson kolonkalarda. Eshikda ham davodchilari bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Bizda xudo xolasa LX600 hamma o'sha komplektatsiyasidan keldi. 2025 dan bor bemalol kulli narx beraveramiz hamma narsani hisoblar. Kimgadir kerak bo'lsa yo'lga chiqarasizlar. LX600 so'ragan aka-ukalarimizga Lexus 3.5 turbo.